millatimiz, xalqimiz manfaati uchun xizmat qilayotgan, uning salomatligiga dastak bo'lgan ajr qora sedana. Bu o'zimizning milliy, halol, koni foyda mahsulotimiz. Uni foydalari shu qadar ko'pki, hatto yodlab olish amri mahol. Qora sedana kalsiyga boy ekani bilan rekordmen hisoblanadi. Uning 100 grammida ushbu mikroelementning deyarli kunlik me'yori 1000 milligram mujassam bo'ladi. Shuningdek, tarkibidagi rux moddasi suyaklarni mustahkamlashga hissa qo'shadi. Sedana yomon xolesterinlarni kamaytirish xususiyatiga ega bo'lgan antioksidantlarning koni. Qolaversa, unda qon bosimini nazorat qiluvchi magniy ham mavjud. Terni mustahkamlaydigan, uning elastikligini oshirishga yordam beradigan E vitamini mavjud. Tarkibidagi foydali yog'lar bois ushbu mahsulot ichaklar faoliyatini ham yaxshilaydi. Undagi antioksidantlar immunitetni mustahkamlaydi. Kletchatkalar esa jigarni himoya qilib, organizmdan toksinlarni chiqarib yuborishga hissa qo'shadi. Uning tarkibidagi kalsiy va magniy birikmasi asabiylik va stressga qarshi yaxshi samara beradi. Triptofan va tiamin esa organizmda baxt gormoni, serotonin ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Sedanada organizm uchun zarur bo'lgan kalsiy, temir, B vitamini, rux, fosfor, magniy va selen mavjud ekani sabab ham endi ona bo'lgan ayollarga kanda qilmaslik tavsiya qilinadi. Shuningdek, menopauza vaqtida ham yaxshi samara beradi. Uning tarkibidagi fitoestrogen ayollar gormoni estrogenning o'rnini bosadi va organizmni erta qarishning oldini oladi. Sharq fitotibbiyotida qora sedana eshitish va ko'rish qobiliyatini yaxshilashi, xotirani mustahkamlashiga ham yordam berishi ta'kidlangan. Bo'g'im va suyaklardagi og'riqlar, qand diabeti kasalliklarida juda samarali. Subhanalloh. Subhanalloh, bekorga ham payg'ambarimiz alayhisalom buni tavsiya qilmaganlar azizlar. Bu o'zimizning ajr qora sedana. Qolaversa, eng go'zal samarasi va foydasi uning sizning nomingizdan ehsonidir. Ya'niki ajr qora sedana tijoratdan tushayotgan daromadning naqd 30%ni biz yetimlarga, miskinlarga, muhtojlarga ehson qilamiz. Bu sadaqa joriya. Xarid qiling. Yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, ota-onalaringizga olib bering. O'zingiz ham albatta har kuni iste'mol qiling. Inshaalloh faqatgina foyda ko'rasiz.